Pirojkilarni shu uslubda tayyorlab ko'rsanglar, umuman ko'chadan sotib olmaysizlar. Yarim litr sutga 250 mg suv qo'shamiz. Bitta dona tuxum, kichkina qoshiqda 1 qoshiq dro'jja, 2-3 qoshiq salat yog', katta qoshiqda, kichkina qoshiqning uchida ozgina tuz, 1 qoshiq kichkina qoshiqda shakar. Shakar nimaga kerak? Bu pirojka-ku deyishingiz mumkin, lekin shakar solingan oshirma xamir boshqacha chiqadi. Pirojkachalarimni zuvala-zuvalalarga bo'lib olib, kartoshka pyure tayyorladim va go'shtli pirojkam uchun qiyma bilan piyozni aralashtirib oldim. Qo'shib yeydigan sous uchun pomidor, chesnok, tuz, ukropni blender qilib oldim. Вообще zo'r chiqdi. Ko'rishingizni maslahat beraman. Yoqsa like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Rahmat.